Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli quvaylar. Biz bugun mana Quvamiz tumanida birinchilardan bo'lib ochilgan Leader School maktabiga keldik. Bu maktab ingliz tili, rus tiliga ixtisoslashgan maktab bo'lib, ko'chada har xil gaplar yuribdi. Bu yil maktabga bola qabul qilmas ekan, shunaqa gaplar yuribdi. Shunga oydinlik kiritish uchun shu maktabning rahbarini oldiga kiramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, shukrlar. Yaxshimisiz? Zo'r, rahmat aka. Ko'chada bir ikkita har xil gap eshitib qoldik aka. Leader School maktabiga bu yili o'quvchilar qabul qilinmaydi deb eshitdik. Shu gap rostmi aka? Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli Quva yangiliklar kanalining obunachilari. Boshida haqiqatan ham shunday gap bor edi. Bu yil xonalarimizni soni jinda yetishmaganligi uchun qabul qilmoqchi emas edik. Lekin hozir yana qo'shimcha imkoniyatlar chiqdi-da, biz bu yil ham Xudo xolasa 3 ta sinf qabulini e'lon qilyapmiz. Ya'ni 2 ta rus sinflarimiz, bir dona o'zbek sinflarimizga qabul jarayonlarini e'lon qildik. Uchala sinflarimizda ham jarayon bir xil ketadi. 2 ta sinfimizda rus tilida ixtisoslashganligi uchun rus tili o'qituvchilari dars o'tadi. Bittasida o'zbek sinflarimizda o'zbek o'qituvchilarimiz dars o'tadi. Bunda ham rus tiliga ixtisoslashtirilgan va qo'shimcha rus tili to'garilari mavjud bo'ladi. Undan tashqari matematika, ingliz tili hamda rus tili fanlari qo'shimcha ravishda o'rgatiladi. Jismoniy mashqlarda jismoniy mashqlarimizga akrobatika hamda taekvondo to'garaklari ham kirgan. Bevosita biz hozirgi holatda shu 3 ta sinf olishni planini qilyapmiz. Tushunarli. Demak, u gaplar hozircha noto'g'ri. Haqiqatan ham hozirgi holatda 3 ta sinf olamiz. Bu yil jami 60 ta o'quvchi olamiz. 2 ta o'zbek sinfga hamda 2 ta rus sinfga, 1 ta o'zbek sinfga qabulini e'lon qildik. Hozirgi kunda ota-onalar murojaat qilishyapti, ro'yxatlarni shakllantiryapmiz. Farzandlarini o'qishga topshirmoqchi bo'lsa, qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi? Xo'p, bizga bitta metrika kopiyasini hamda telefon raqamini beradi. Biz may oyining oxirida telefon qilamiz hamda iyun oyidan boshlab turib 1-sinfga qabul bo'yicha qo'shimcha, ya'ni krujoklarimizni boshlaymiz. Bunda kelib bu yerda bemalol farzandlarini maktabga qabul qilish bo'yicha qo'shimcha yana mashg'ulotlarni o'tashni boshlaymiz. Bo'ldi, tushunarli Dadaxon aka. Rahmat, ham katta. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling aka. Bemalol hurmatli kuzatuvchilar, ota-onalar bemalol murojaat qilishlari mumkin. Farzandlaringni bizga ishonib topshirsanlaringdan biz xursand bo'lamiz. Jonimiz boricha, qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz. Farzandlaringni yurtimizga, sizlarga, elimizga naf tegadigan yaxshi insonlar qilishga harakat qilamiz.